Mana shu trosda bu. Trosdan bir qarich qo'yamiz, tamom mana shu trosda. Bu trosdan bir qarich qo'yamiz. Mana 1 yillik shoxlarni umuman kesmaysan, tamom. 1 yillik shoxlar kesilmaydi. 1 yillik bo'lsa mana 3 kesmaymiz. Buni boylab chiqish kerak lekin bu. Keyin baylaymiz. Ha. Keyin tepada mana qalin shoxlar, bir raqib shoxlar mana. Bu yerda mana bu tik shox ekan. Yo'q, shu qaraymiz. Bitta mana shu raqib to. Shuni olib tashla. Shu ham yaxshi emas, bari ketadi. Bu ham ketsin. Shu shoxlar uzunligi mana. Bo'ldi, 40-50 bo'lsa bo'ladi shoxlar uzunligi. Mana shu. Mana bu yerdan. Bu yerdan shu yerdan ketsin. Tamam. Bu shoxlarga shu tegmaymiz. Shu yergacha demak bemalol bo'yimiz yetay ekan. Bo'ldi, buni mana mevachi shoxchilar bo'lsa tik bo'lsa ham turaversin. Uchini kesmaymiz. Ha, shu yerdan olamiz uni. Qani bu tomonga o'taylikchi. Kesdik daraxt. Mana buni kesak, tepasini kesdik. Tepasini kesdik. Keyingilar bu raqiblar boshlaymiz. Faqat bular raqiblardan olamiz. Raqiblarni agar shu yerda shox bo'lmasa, mana shuni olsangiz bo'ladi. Mana buni olsa bo'lmaydi, unga qoldirib. Yo'q, bu o'zi tanasi berdi raqibda bu. Bu raqib-ku. Agar raqiblarda shox bo'lmasa bo'ladi bu tomonda. 4 barmoq qo'yib shu yerdan olsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda shox bo'lgani uchun kerak emas, tagidan olib tashlaymiz. Keyingi shoxlar mana bu shoxlar mana. Agar bu shox ham tik bo'lsa, raqib bo'lsa olib tashlaysiz 1 yillik shoxlarni. Bu shoxlar keyin 1 yillik shoxlarni olaylik-ku yoqda. Biz boshqa joyda oldik-ku. 1 yillik. Lekin bu yerda raqib bo'lmasa, 1 yillik tik bo'lsa ham, ular qosini tepada qoldirdim-ku. Bularni bunday baylaymiz. Bunday baylaymiz. Bu shoxlarimizni ko'rsataman. Bu yerda qancha qushroqni olib tashladik. Qanday olib tashladik, bizga kerak emas. Bu shoxlarni bog'laymiz. Shuni kesmaymiz ularni. Mana bu shoxlarni qarang, shularni qaytaramiz. Uzun joy tashlab bergan muammosi yo'q, bu tursa. Bu tomonga ketib qolyapti, qarang. Uzun juda ham. Juda uzun. Juda uzun bular. Lekin bog'lamasa bular kesmas kerak. Chunki bu bog'lagan shox emas bu. Bu tursa mana shuni kesib. Ha. Bu tik bo'lsa bog'laymiz, bog'lamasa buni kesmas kerak. Bog'lamasa hozir kessak bo'ladi, bog'lamasa turib, tushib ketaveradi. Bu turish kerak, shuni kesmaymiz. Tik bo'lsa juda ham, bog'lagan shox bo'lsa, o'zi mana shox chiqdi. Juda tik mana. Bog'lasa bo'ladi, misol uchun endi. Mana shox chiqdi. Juda uzun. Bog'lasa bo'ladi, qanday bog'lasangiz bo'ladi-ku. O'shani uchun kessak bo'ladi. 3 dan bir olib kessak bo'ladi. 4 dan 1 olsak bo'ladi. Lekin bog'lamasa buni olish kerak emas. Kesdik. Bak hozir ikkalasi. Yo hozir pastga tushamiz, uni o'rgatib kesamiz. Hozir tepadan kerak. Uni kesdik. Bular hammasi turadi. Bular yaxshi. Tamam, bog'lamaymiz bular. Biz bu soat bog'lab bizlarga prosta nima kerak emas, bog'lash kerak emas. O'zi juda chiroyli chiqqan shoxlar. Kelasi shunga shoxlar bo'ladi, asli yotadi o'zlar. Mana bu shoxlarni bog'lash kerak edi, bu o'zi qo'yib ketgan. Bu yaxshi, bu ham yaxshi. Bu shoxchilar, mana qarang, zarar bo'lgan shoxchi, zarar ketdi. Bu shox yaxshi. Pastga tushdik. Bu shoxchi ham normal bu. Pastga kelganda bu normal mana shuni yo'ldan kesilgan ekan. Bu yaxshi. Mana bular endi o'zi bilan pastga ketsa, bu juda ham pastga ketyapti. Bizga kerak bo'ladi, tashlaymiz. O'zi pastda 70 cm bo'lishi kerak. Shoxlar qalin bo'lsa uzoq qo'yasiz mana. Shox qalin bo'lsa. Lekin kuchsiz bo'lsa shox, ularni mana bir yo'q qo'lda kesak, ikki mana. Ikki qo'lda kesak, yana ketsin. Bu qayerga ketsin. Shu tuyani pastga ketyapti, mana ketsin. Mana bunisi keladigan bo'lsa, bunda mevalar ko'p bo'lsa uchun kesasizlar, aniq qiladi shularni. Tushunasizlar? Mevasi mana shu shoxlar 5-6 ta-ku. Bu uchun kesingizlar. Bu o'tsin yana, chunki toza egilib ketmasin bu. Biraz mevasi ko'p uchun kesamiz bular hammasi. Mevasi ko'p bo'lsa. Mevasi kam bo'lsa, o'zi turadi. Mevasi ikkita bo'lsa, o'zi turibdi. Kesmaymiz. Mevasi kam turadi o'zi. Bu ham mevasi kam turadi o'zi. Mana tikida ham meva bor. O'sha uchun tursin bular. Mana shoxlar bor endi mana. Shoxlar ko'rasizmi? Bu buncha tashladik, buni olmaydi bu yerda chunki mevasi bor. Mevasi bo'lmasa olmaydi. Uzun shoxlar, shuga qo'yamiz, yarim olib tashlaymiz. Shu santim olib tashlaymiz. Kasallik joyiga ketdik, kasal bor qo'yamiz. Mana kasal joyi bor. Bu yerda sellar bo'lmaydi hali, chunki o'zim mevasi ko'p emas buni. 3 ga yetib qoldi mana. Lekin o'sha kerak ekan shoxlar. 100 ga kelgan shox kerak ekan. Oldindan qo'ying. Shu yerda ikkita shox ketyapti ayrı, bu yerda mevasi juda yaxshi o'zi yetarli. Tepasi kerak emas. Buni shu kesak bo'ladi. Buni ham shu kesak bo'ladi. Buni shu kesamiz. Xo'sh, mevali shox o'zi yotadi chiroyli. Tik shox bor bu yerda. Tik shoxning ustida. Shox bo'lgan shu pastga tashlaymiz, kerak emas. Qani to'g'ri teqanib turibsiz. Shu tomonga. Mana bu kesak. Shoxni ham qo'ydik mana bu yerda. Bilan qo'ydik. Yaxshi. Yaqin ketayotgan shox. Ikkita ketyapti. Shuni yarmicha biz yerimiz mana shu yerda. Bundan uzoqimizga ketishimiz. Shuni shoxga mana qarang, uzun ko'rma. 1 2 3 4 5 6 7 8ta 7 mevasi bor ekan. 7 mevani ko'tarolmaydi. Buni o'sha oldingi usulimiz yarmidan. Satib tashlaymiz. Bu ham shunaqa. 60-70 atrofdan qisqartiramiz chunki o'zi bu yerga ketib qoladi. Shuncha to'g'ri, shu yerda meva bor kesamiz. Bu ketyapti. Mevasi bor, shu yerda mevasi bor, bu yerda mevasi bor. Juda uzun bu. Shuni qaytaramiz. Mana bu shoxlarni tashlab tashlaylik. Mana bu shoxlarni. Ketdi yaxshi. Mana bu daraxt kesaganda, shuni kesmasak bo'ladi, chunki mevasi kam qo'yasiz, o'zi ikkita mevasi bor. 3ta mevasi bor, bu yotsin bu yoqqa pastga. Buni egilish kerak ekan. Shuni kesmasak bo'ladi. Bu shoxlar normal. Shuni kesamiz ekan. Shuni kesamiz, uni boryapti demak, shu yerda qaytarib qo'yamiz shuni.
Ko'p bo'lsa mevasi bitta oladi. Shu oladi mevasi ko'p bo'lsa. Ularda yaxshi hammasi. Tik shox. Tik shox. Lekin liderga pastda juda kuchli raqib bor, qarang. Lider o'zi ahvol og'ir qo'ygan. Rasman raqib bilan. Raqib tashlashni kerak raqib. Tashlay. Endi tik shox bo'lgan to'liq meva kirgan-ku mana. Meva kirgan. O'sha uchun biz salgina mevasini sal ko'proq qo'yamiz, bu yotsin deb qarang. Sal ko'proq qo'yamiz mevasini. Shuni kesib qo'yamiz. Uch tik shoxlar ketadi. Biz nima qilamiz? Mana buni yerdan kesamiz. Ketsin. Kerak emas. Mana uni mashina olib tashlashni kerak, mana qo'ysin deb. Mana qo'ysin. Bu ham mana. Uzun kelyapti. Barib meva yeyib qolishi mumkin. Tashlaymiz. Shox qo'ydik. Bu yerda meva nechta? 5 ta meva bor. Bu yerda unaqa meva nechta meva kerakmi bizga? Kerak emas. Yarim tashlaymiz. Chunki shox kuchsiz. Bu 2-3 ta meva kerak. Optifadan kesibdi. Shularni kesiladigan joy bormi? Shularni mana uniki bor. Mana shu kesish kerak. Ko'rasizmi? Yo, shu mayli shoxchalarda 3 ta turdan ko'p meva bo'ldi, shu kesasiz, aytmi? Shu turdan ko'p meva bo'ldi, kesamiz. Chunki shu yerda meva bo'ladi, keyin yotib qoladi, toza yeb qoladi. Shu yetmaydi. Shuni shu yerdan mana yo'l qaytamiz. Bu ham ko'syapti, ko'syapti yo'q. Bu ko'syapti, qarab qo'yib bog'lasa bo'ladi, bog'lang. Shu bog'lang. Bu ham shunday bog'lanadigan shox. Bu ham bog'lanadigan shox. Mevasi bor. Bog'lanadigan shox. Shuni shu yerda xat yozib 3-4 dan 3 ta kesib qo'ydik. Bog'lanadigan, bu ham bog'lanadigan shox. Kesib qo'yamiz to'g'ri. Shu maydonga shox chiqsin deyapmiz biz. Bog'lansa agar, bu bog'lanmasa bunaqa kesmas kerak uni. Mevasi yetarli, ko'rasizmi? Bu yotadi. Kesish kerak uchun. Shuni kesib tashlaylik. Shuni kesib tashlaylik. Shu yerda nima qoldi? 1 santimetrdan shu yerdan. Mana yaqinlashib olsin, yaqinlashib ko'rinsin bu. Ko'rinsin bu. Hozircha mevasi bor joydan qaytarib turamiz aka, bunday qilib mana. Mayda. Mevalarni mana shu mayda shoxchilar bor-ku, mana mayda shoxchilar. Mevasini yarmini olib tashlaydi. 6 ta bo'lsa 5 3 tasini olib tashlaydi. Mana Aminjon. Ha, o как раз kerak edi bizga. Mevamiz kam bu yerda, qarang. Aka, mevamiz kam bo'lgani shu yerga qo'yamiz endi. Agar meva ko'p bo'lganda sal qisqartirardim buni. Mevasi kam. Buni ham mevasi ko'p mana, qarang mana. 1 2 3 4 5 6 ta mevasi bor. Demak, buni kamaytiramiz. Qisqasi birdan ham seraklatib ketyapmiz, ham kesyapmiz-da. Shunga qarab ketaveramiz. Shu mana hosilda sharoitiga qarab kesib ketaveramiz. Bo'lmaydi, bu bo'ldi. Bu tomonga qarab ketayotgan mana bu shoxlar kerak emas bizga. Bunga kerak emas. Mana bu tikini ko'ramiz, mevasi bormi? Qolsin. Mana mevasiz bo'lsa mana, ichida mevasi yo'q. Tashlaymiz tikni. Qaytarasiz, ha. Mevasi tik shoxlar kerak emas. Mana bunga keladigan bo'lsak, mana buni uchini olish kerak. Buni uchini olish kerak. Uchini olish kerak. Bu shoximiz qaytarishimiz kerak. Buni qaytarilgan demak, bu ham yaxshi. Buni uchini olmasak ham bo'ladi, chiroyli. Bu bog'lanibdi. Lekin bizga bog'lanish kerak emas buni. Shu yerdan qaytaraveramiz buni. Uni boshqa joyga bog'lab qo'yamiz. Buni mana bog'langan, mana shunaqa bog'langanlarni mana uzun shoxga bog'langan. 4 dan 1, 3 dan 1ni kesib qo'yamiz shu. Mana shunaqalar mana. Shuni unisidan ko'rib qo'yamiz mana bu. Mana uzun shox shu yerdan kesib qo'ydik. O'shani ham kesib qo'ying. Mevali shox. Mevadan Shu yerlardan, ha. Burasi tamam. Ketdi bu. Shox ketyapti, juda uzun. Ketsin bu. Mana buni qaytarib bog'lagan ekan. Salgina qisqaroq qilmoqdi-yu, ozgina yaxshi, mana shunday bo'lsin. Keti shu yerdan olib tashlaymiz, kerak o'zga. Uzun shoxlar mevadan qaytaramiz. Mevali joyiga qaytardik. Bu yerda halim bo'lsa keyin ketadi-ku. qaysilar? Yo'q, ular 1 yillikda joyi hozir. 1 yillikda kessangiz yana nima kuchayib ketadi. Shu uchun 1 yil turadi, keyin kelasiga kesamiz. Hozir bir ko'p ko'rganman, shuni kesasiz-ku 1 yillikda. Qalin o'ssa, to'rda ham tepib chiqadi-da u keyin. Shuni aytyapman. To'rga ziyon beradi, ha. Mana 1 yillik shoximiz mana, 1 yillik, 2 yillik shoximiz umuman. Mevasi juda ko'p mana bungacha meva, to'la meva. Shuni yarmini qo'yamiz, tamom. Yarmi kerak emas bizga. Bu ketadi. Yo, uni tikdim, qo'ydim, mevasi bor ekan. Mevasi bo'lsa qo'yavering. Pastga qarab kelyapti. Olib tashladik. Buni ham oldik. Qarab turamiz. Demak, shu yerdan yarmi qayerda? Shu yerdan bo'lsa, mana shu yerdan olamiz. Kerak emas. Juda meva bormi? Qolsin. Bu ikkita meva kerak emas bu yerga. Mana shu tarafdan kelsak, o'sha bo'ladi. Mana shu tashladik, kerak emas bu. Lekin darvoza ocham